Внимание, дорогие друзья. Biletni olib, yo'lga ham chiqib oldik. Bu yerni siz aniq bilasiz. Panjakentdan Dushanbe va Xo'jaylga ketib, ikkiga bo'linadigan yer. Safarimizning ikkinchi kuni registratsiyalardan o'tib olib, Rossiya tomon yo'l olyapmiz. Bu samolyotning ichida-yu videoni kim olyapti deb o'ylashingiz mumkin. Oldin videoni olib, keyin samolyotga mingan. Shunday qilib samolyot ham havoga ko'tarilishni boshladi. Yomg'ir yog'ib yotgani uchun to bulutlarning ichida yer va qishloqlar va shaharlar ko'rinmay ketgunicha videoga olishni davom etdi. Chunki bir bekor xo'ja bo'lsam, bundan boshqa bir ishim yo'q. Biroz uxlab tursam, bulutlar ochilib ketgan. Yer juda ham go'zal ko'rinayotgan ekan. Yana biroz video qilay dedim. Yerni qidirib bir choq yerdan o'zimizning soyamizni ko'rdim. Va nihoyat Rossiyaga ham kelib mana sog' salomat tushib oldik. Ko'p gapirmasdan o'zim ham videoga bir tushkim kelib qoldi. Moskvaga mana o'tib oldik. Bir 3 soatlik proverka qilib, ancha problemalar bo'ldi. Xudoga shukr mana o'tib oldik. İnşallah gazini bosamiz yo'q endi. 3 kunlik yo'ldan keyin mana avtobusga mindik. Tanish yo'ldan davom etamiz. Avtobus bilan yana Darsga boshlaymiz. 4-kuni xudo xolasa metroga yetib boramiz. Aeroportdan chiqib vokzalga kelsak, avtobus yo'q ekan. 1 soatga qarabki, avtobusni kutishga majbur bo'ldik va safarimizning 3-kuni esa avtobus bilan metroga yo'l oldik. 3 soatlik yo'ldan keyin Ramogana yarim soat tushdik mana magazinda mana shunday haykallar, narsalar bor ekan. Charchab ham qoldik. Yotmoqdan, mashina o'ltirmoqdan yezilib qoldik shunday. Mana bularni ismini biladiganlar bormi? Men sichqonga o'xshatdimi? Lekin tulkini bular boylab ko'tarib ketishyapti. Mana shunaqa gaplar. 20 soatlik avtobusda yurishdan keyin metroga yetib kelgan metro sho'lka oladi. Mana bitta sher o'zi. Metrodan ham chiqib oldik. Endi bu yoqqa yana avtobusda ketamiz. Nihoyat mana bu yerga mana yetib keldik. Morozova 4-kun safarimizning 4-kuni. Sog' salomat bo'ling do'stlar. To ko'rishguncha. Xayr.